Jigarlar hammalarga assalomu alaykum. Bugun YouTube ga birinchi marta katta video qo'yyapman jigarlar. Agarda bir noto'g'ri gapirib qo'yadigan bo'lsam yoki yaxshi gapira olmagan bo'lsam, sizlardan oldindan uzr so'rab qo'yaman. Xo'p, jigarlar, bugungi videomiz zajim haqida bo'ladi. Xo'p, zajimni qanday qilib o'stirish, o'zi zajimga chust kerakmi yoki zajimga qilish uchun qanday trenirovka qilish kerak yoki qaysi vav kartalar o'ynash kerak? Bugun hammasini sizlar bilan birga gaplashamiz. Xo'p, birinchi qanday trenirovka qilishni o'rganib olish uchun birinchi mashq maydoniga kiramiz jigarlar. Mashq maydonida hamma narsani kirchikirigacha men sizlarga o'zim tushuntirib beraman. Xo'p, oldiga borib olasiz, mana orujlarni. Xo'p, o'zini olib olasizlar. Birinchi sizlarga hozir qanday obveslar olishni ko'rsataman jigarlar. Xo'p, o'zingizlarga yoqqan bironta xohlasanglar 4x, xohlasanglar 3x, xohlasanglar 6x. Xo'p, birinchisiga kompensator qo'yamiz va kengaytirilgan tez yechiladigan o'qdon. Bu ikkinchisi. Xo'p, taktik stol miltiq SMG ana shuni birinchi olamiz va bu yerga burchakli tutqich xuddi mana shuni olib olamiz. Xo'p, keyin o'zingizlar qaysi orujada agar yaxshi zajim ushsa olmasanglar, shuni olasizlar. Men masalan M762 ni oladigan bo'lsam, M762 ga stol uzaytirgich qiyinlashtirish uchun-da stol uzaytirgich mana shunday lazerga olaman. Xo'p, bu yerdan asta uzoqlashib olamiz. 180 metr uzoqqa bora olamiz. Agarda 200 metrga o'tib ketadigan bo'lsanglar, bu manekenlar umuman ko'rmay qoladi. 1 yilda boshlayman. Mana shunday joydan asta mana shunday qilib asta trenirovkani boshlayverasizlar. Agarda jigarlar bu hozir ko'rsatayotganim mana kallasiga qaratib olsangiz, bu aslida 120 fps'lar uchun bo'ladi, 120-90 fps'lar uchun. Chunki giroskopsiz o'ynaydigan bolalar unaqa qilib headshot hech qachon ura olmaydi. Xo'p, buning uchun jigarlar, agar sizlarda 45 yoki 20-30 bo'ladigan bo'lsa, giroskop bo'lmaydigan bo'lsa, xuddi mana shunday qilib bemalol trenirovka qilsanglar bo'ladi jigarlar. Trenirovka qilsanglar bo'ladi. Mana shunday qilib 15 minut trenirovka qilsangiz, sizlarni zajiminglar anchagina oshib qoladi va bu yerda trenirovkamiz tugadi. Ikkinchi trenirovkamiz u yoqda bo'ladi. Marked a vehicle. Yo'q, u yoqda emas. Ikkinchi poligonda bo'ladi. Uning mana qo'yilib ketyapti. Videoni maksimalni uzmaslikka harakat qilaman, chunki oxirida bunday mashqlarni qilganingizdan keyin sizlarda qanday o'zgarish bo'lishini chiqqanidan keyin sirazi o'yin bosib sizlarga ko'rsatib beraman. Video umuman uzilmaydi. Shuning uchun oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. 5000 taga ozgina qoldi. Xo'p, bu yerda bu narsalar kerak. Videomiz uzilib qoldi. Bundan sizlarga uzr so'rayman, chunki oldinga odam kirib qolganligi sababli videoni o'chirishga qaror qildim. Xo'p, mana shu joydan birdan boshlaymiz. Bu yerda mashqni bosamiz va standart mashqni bosib, bu yerda moslashtirishni bosib, raundlarni xohlaganingizcha qilsanglar bo'ladi. 60 metr, 180 metr mana shunday qilib metrlarni uzaytirsanglar yoki kamaytirsanglar bo'ladi. Bu yerda shlem va zirh, ya'ni branjilet bilan kaskani qilsanglar bo'ladi. Xo'p, pastda zararlangan tana qismlari ana shu yerdan hammasini bossanglar, tanaga ham tegaveradi, hidga ham tegaveradi. Agar boshga bossanglar, faqat kallaga tegsa hisoblaydi. Agar asosda bossanglar, kallaga hisoblamaydi degan, faqatgina tanaga tekkan o'qlarda hisoblaydi. Xo'p, bunda men hammasini qo'yib olaman. Yo'q, hammasini, mana bosh qo'yib olaylik. Berilda boshlaymiz. Aha. Mana işte o'qitib ishlaydi bolaga bo'lish uchun. Uzoqqa berilda o'tolmas ekanman. Uy, bile 3 o'qitib qo'y.
shunday qilib trenirovkani boshlayverasizlar deydi. Oxirgi o'qlarim ham lajiz demay qoldi. Xo'p, mana shu aytgan narsalarni qilganidan keyin sizlarning zajiminglar anchagina oshib ketaveradi. Endi esa sizlarga qaysi vav kartalarda o'ynashni maslahat beraman va o'zim qanday vav kartalarda o'ynayman. Ana shularning hammasini hozir chiqib birma-bir ko'rsatib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda bo'ladi. 4x men aytgan hamma narsa qo'yilgan. Xo'p, bu yerdan boshlab asta trenirovkani boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Boya aytgandek, agar sizlarda giroskop bo'lmaydigan bo'lsa, xuddi mana shunday qilib otaversangiz. Unday ham o'xshaveradi. Men hozir bunday o'ylamoqchiman uchun bu kallaga tekkizishda asosiy foydasi agarda tanaga tekkizib birinchi tanaga tegadigan bo'lsa, u qochib ketishi mumkin. Agarda birdaniga kalladan boshlaydigan bo'lsanglar, ikkita hit deb o'lmaydigan bo'lsa ham joni anchagina ketgan bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana shunday qilib trenirovkani asta boshlayversangiz, mashina orqasidagi odamlar, u yoqda uyni ichidagi odamlarga o'tsanglar bo'ladi. Pastga tushib oling. Men bu yerdan esa obveslarni bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Okey. Mana shunday qilib trenirovka qilaverasiz. Xo'p, endi agarda bu trenirovka zalidan ham chiqadigan bo'lsanglar, boshqa vav karta bor. Faqat trenirovka emas. Menimcha bu zonani ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu zona bo'ladi. Mana shu zonani boshlaganingizdan keyin bu yerda bilmaganlar uchun 7 ta raund bo'ladi. 7 ta raundda hammasida boshqa joylarda otishasizlar va anchagina qo'linglar kelishib qoladi. Bu Erangel yokida lig o'ynashinglardan oldin mana shu yerda ozroq trenirovka qilib oladigan bo'lsanglar, sizlar uzoqdan otishga uncha qiynalmaysizlar. Men hozir content maker bo'lganim uchun FPS ni ko'tardim. Grafikani ko'tardim, lekin FPS anchagina tushgan. Sizlar agar 120 da o'ynasanglar, 120 FPS qilib oladigan bo'lsanglar, hitinglar judagina yaxshi tegadi. O'ta darajada yaxshi tegadi. Mana aytgan obveslarimni qo'yib olamiz va o'yinni boshladik. Men ham 120 FPS ga qo'yib olay, chunki ko'rinmayapti. Odamning kallasi ko'rinmayapti. O, mana. Qarashu, endi bo'ladi. Ular qachon chiqaygan endi? Okey, chiqdi. Kirib ketdi. Video olayotgan vaqtda odamlar ham chiqib esadi. Okey. Ko'rayotganingizdek, mana shunday hitlarni bemalol bersanglar bo'ladi. Xohlasanglar yana bitta hit berib ko'raman. Davay, xohladinglarmi yo'qmi endi? Bosib o'ramiz jigarlar. Okey. O'ytinglar. Okey, men bilan chiqib hozir. Oy. Tegmayapti, faqat bitta tegdi. Help! 80-90% hitlar mana shunday tegadi. Agarda chust kerak bo'ladigan bo'lsa jigarlar, bemalol Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, ana shu yerda chustimni hammasini taylab qo'yganman jigarlar.
Undan keyin agar UCL lobby ham yoki-da RPL lobby ham konkursda Telegram kanal